Endi men ko'pincha tepada ofisda bo'laman. Yugur, hisob-kitob, bola chaqa degandek har doim o'tira olmayman-ku, lekin har doim o'zim shu yerda bo'laman. Lekin Yusuf akam bilan gaplashib yurgan paytim sizni ko'rmagan ekanman. Amerikada edingiz o'sha paytlar. Ha, endi bo'lgan o'shanda o'qishga ketganmiz. Yusuf bilan xalq tilida aytganda qiz o'rtoqmiz. Yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Endi siz ham orzu hayotlarini bilarmidingiz? Yurgan paytingizda? Eshitganman. Menga uylanmaganlaridan keyin turmushga chiqib ketganman. Erga tekkanmisiz? O'g'lim ham bor. Bu turmush o'rtog'ingiz nima ish qiladilar? Turmush o'rtog'im 3 oy yashaganimizdan keyin avtohalokatdan vafot etdi. Oxiratlari obod bo'lsin.